mehnat layoqatiga ega bo'lgan har qanday sog'lom odam bilishi shart bo'lgan 3 ta qoida. Uchinchisi eng muhimi. Birinchisi, siz biron yerga ishga borgan paytingizda, biror joyga ishga joylashgan vaqtingizda albatta siz o'zingizning vazifalaringizni aniqlashtirib oling. Sizning nimalar qilishligingiz kerakligi va qancha vaqtda qilishingiz kerakligini bilib oling. Bu sizga qo'shimcha yuklamalar yuklanmasligiga va kundalik ishingizni oldindan rejalashtirishingizga yordam beradi. Ikkinchisi, siz bu ishlayotgan yerda kimga podчиненныйligingizni biling. Ya'ni sizni ustingizda nechta rahbar bor? Kimlar sizni ustingizdagi rahbarlaringiz ekanligini aniq bilib oling. Shunda o'tib ketayotgan kuchuk ham sizga ish buyuravermaydi. Uchinchisi va eng muhimi, ishlayotgan yeringizda quloqlar bor yo'qligini va ular aniq kim ekanligini bilib oling. Agar video yoqqan bo'lsa, barcha mehnatga layoqatli tanishlaringizga yuborib qo'ying.